Yaxshi tushunsanlar, turmushinglardagi nurg'unlagan yadroliq masalalar hal bo'lib ketishi mumkin. Shu maslahat jarayonida men eng ko'p uchrayotgan amalsiz kishilar kimlar deysangiz? Bular butun kuchi bilan o'sha oilasini yaxshi etmag'isi bor. Butun qurbonlikni berib, jo'risining ko'nglini uyga qaytarib kelgisi, jo'risini ballarga kuyunadigan bir odam qilg'isi bor. Shuning uchun bular shu jo'risining ko'nglini elish uchun qilmagan qilg'a az qolgan. Alayda kunlar bilamdi, bular o'zining qurbi yetgancha yetmasa qarz elib. Shu jo'risining ko'nglini uyga qaytarib kelish uchun shunday tipirlabmi amalsiz qilayotgan. Bular shu uyni tutay deb tirishgan siri, jo'risi aksincha bulardan zerikib, seskinib, bularni yiroqlab ketib qolgan, hattoki men ajrashiman deb shunday ta'tir muqamga to'layotgan ahvollar bak jiqchu. Amaliyotda endi biz psixologiya o'rganmagan ahvol ostida bu men buning ko'nglini olay deb tirishgan siri, bu uyni tutay deb, bolalarimni yetim qilmay deb tirishgan siri, mavi to'xining puqi nima deb bu men bilan teng kelmay bu uyga. Ya'ni uyga kelmay taq mendan zerikdi deb kallamizda o'tmaydi, baksatdas. Kalladan o'tmaydi. Çuğulup veren bu pitoducu. Bu mavi jörisi öyle kirmegen sire. Mavi adam teximi küçep, teximi zor kurbanlıklarını birip, teximi çıdap, teximi berdaşlık birip, şu öyünü saklap geliş için özünün tövençekini kayta töven düşürüp en ahırda hiç kanda gururu yok, hiç kanda prensibi yok, bir lat adamga aylanıp kalıdı yani bu için. Hem de bunu psikologiya naiti mükemmel düşündüreliydi okura. Bunu nimdeydi o deysiniz? Yistaşlıkның akıbeti deyimiz şu bunu. Gongqingzhe da jeju. Muş yistaşlık doğrusunda Carl Jung'dek tədqiqat etpağın adam yok deb qarayman. Muş Carl Jung'ның nazarida yistaşlığı küçlük adamninki 30 yaş mezgilde, 35 yaş mezgilde bunun hayatida özü qutquzma deydigan, özü barlığını berip ko'nglini olaman deydigan. Balalarimni yetim qilmaslik uchun bütün qurbonliklarimni berib, mushuning ko'nglini uyga qaytarib kelaman deydigan mushundaq odam 35 yaş atrofida cho'qim hukm talqon bo'ladi. Buning vayron bo'lish nisbati 99 emas, 100%. Nimishqa desangiz endi bizningki mavu an'anamizda mushundaq oila uchun, bolalar uchun, hattoki o'zining jo'risi uchun qurbonlik berish nihoyat madilinib, nihoyat go'zal axloq qatorida sanalib kelgan. Yaxshi odamning o'lchami. Yaxshi odamning o'lchami to'g'ri. Shuningcha nurg'unlagan odam bir yaxshi odam bo'lish uchun to'xtamay oilada qurbonliklarni berib, boshqalarning qiyinchilikdan qutuldirishni o'zininki hayotiniki qimmati qilib belgilab olgan. Shuningcha bu boshqalarni azobida yenikiltish, boshqalarga yistaşlik qilish, boshqalarni qutuldirib olish buning hayotidagi birdan bir aqida yo'rki. Hayotning ma'nosidek bir. Hayotning ahamiyati mushuning mavjud bo'lib turishningki sababi. Shunga bu mushundaq yashayverish jarayonida bu mush atrofidagi yordamga muhtoj, bequvol, bichora odamlardan skanerlab yig'ib oladi atrofiga. Tushundingizmi? Bu hamma odamlarga yordam berishim kerak deb hamma odamlarga yordam berdi. Yordamga muhtojmi, yordamga muhtoj emaskim yordam berib oladi bu. Chunki bu mushundaq qilgandilar men bir yaxshi odam, men bir qadr qimmatlik boshqalarga yordam bera olgan odam deb mushundaq ichki aqidasi ondan bundan kisal qanida xotirjam bo'ladi. Nima uchun yashaysan degan savolga musharqliq javob topadi bu. To'g'ri. Lekin bu endi o'zininki mushundaq butun barligi bilan boshqalar qurbonlik bergan siri boshqalar bundan qochdi, zerikdi, seskindi, hatto mushunga dushmanlik qiladi. Bu inson tabiatiniki bundaq bir qonuniyati. Bu qarshi tarafniki axloqsizligi, qandaqdir bir rahimsizligi emas. Bir odam yana bir odamning oldida bir xotirjam o'ltirib chayin ichamay, "Voy, meni ushlab ketganmidi? Voy, mening bo'lganda sizga nima lozim?" deb bundaq yursa, bundaq leylab yursa, yana bir odamningki shu vujudini qatib ketadi, buningda seskinadigan, buningda zerikadigan, buningda qochadigan bir tuyg'u shakllandi. Chunki bu mening seni qutqizib olaman, mening seni ko'nglingni elib xo'shal qilaman deydigan mushundaq bir holat bu qarshi tarafni bearam qiladi. Qarshi tarafga nisbatan bu odamni inkor qilayotgandek tuyg'u bo'ldi. Sizningki kayfiyatlaringizni inkor qilayotgandek, siz bir xil yordamga muhtoj,
beo'g'il, mag'lubiyatchidek. mendan tuvandek, hamma ishingizni men qilib bermasam qilolmaydigandek. Unda iqtidor yo'qdek. Mushu oilada men kim bo'lmasam bo'lmaydigan bir yadrolik odam. Siz shu men saga emzakni emsingizdan bo'ladigan bir palach odamdek mandaq ta'sir berib qo'ydi. Tushundingizmi? Tushundim. Shunashqa bundaq butun barligi bilan boshqalarni xushal qilmaydigan mandaq odamlar bu birinchidan o'zini unutib qoladi. Ikkinchidan qarshi tarafniki haqiqiy hissiyotini ko'rolmaydi. Shunashqa bu butun qurbonlikni berdi oilada. Lekin eng oxirida hammasi mushuni o'childi, mushuni qochidi, hattoki ajrashib ketay bo'ldi deb mandaq qutib ketadiganlar bor. Shunashqa mushu kichikkina bir uqumni uqolmay nurg'ulg'an odamlar bir umr tirishib eng oxirida yana o'zi bir umr qurbonlik bergan buning dahshat o'chib ketadigan. Mushu Nitsening bir kitobi qarang. Chala tusi tila rushi shu degan kitobda esdashlik qilish bilan ichki og'ritish, ikki mix qo'xshash oq ko'ngil kishilarni tomga mixlab o'tiradi degan qarang. To'g'ri. Bu gap men hamda nayti jingdiyan bir gap. Shunlashqa esdashlik qilish bizning turmushimizda muvofiq bo'lsa bir tuzga o'xshash ta'm kirgizgan bilan. To'g'ri. Lekin nurg'ulg'an odamlarda bu yaxshi odam bo'lish ta'kidlanayvergachga bu haddidan ziyod eshib ketadi. Bu esdashlik oilada turmushda bir jinoyat bo'lib, ma odamning o'zini o'limga hukm qilib qo'ydigan gap. To'g'ri. Eng oxirida bu bir umr yaxshi qilgan odamlar bundan ayrilgandan keyin bu taq bir yaxshi odamda bo'pti, ayni vaqtda mening tamog'imni yetdi, bo'pti mening ko'nglimni aygan emas. Bu nachar bir pessimistda ajab qutuldim deb bir umr buntillab yashaydim. Shuningcha Karl Jung Gong Qingzhouda Jeju esdashlikning oqibati degan mush to'g'risida eng chunqur to'xtalgan. 35 yoshida bularningki 35 yosh atrofida bularningki chuvilib qarshi tarafning ko'nglini rozi qilimi degansa rozi qilolmay qarshi tarafning hattoki dushmanligini qo'zg'ab qo'yish mushundaq sabablar ostida bu ko'taramay oxirida chuvilib majburiy o'ziga qaytib kelishga majbur bo'ldi. Zo'linib. Bu amaliyotda buni yushirningi mushundaq azoblar orqali o'zi yaxshi ko'radigan odamning dushmanligini qo'zg'ash orqali buni majburiy holda unutib qolgan o'zini eslatishga majburlayotdi uchun. Shuningcha mushunchalik bir qonuniyat, mushunchalik bir nazariya kam bo'lganlik tufayli bizda bir umr jahillik bilan o'zimizni dushman ko'rsatadigan yo'lda fido yo'llandik. Agar sizlar turmushingizda turli masalalarga yo'liqib buni qanday hal qilishni bilmayotgan bo'lsanglar, o'zingizlar, jo'ranglar, balanglarni tushunmayotgan bo'lsanglar, biz buning qarta 6 oylik dars o'rnashtirdik. Boshqa aloqa qilish undarimiz bor. Ketib aloqalashsanglar bo'ldi.